Qachondir o'sha kun keladi deb kutib o'tirishni to'xtatganimdan beri shaxsiy hayotimda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Andijon viloyatidan bo'lganimiz uchun hujjat rasmiylashtirish ishlari ozginaga cho'zildi. Bu safar esa mashina bozorga turmush o'rtog'im bilan bordik. Sotuvchini kutgunimizcha har xil mashinalarni tomosha qilib turdik. Endi qiziq joylariga kelganimizda telefon qilib, notarius oldiga kelib tursanglar, hujjatlarni rasmiylashtiramiz deyishdi. Xuddi kinolarda ko'rsatadigan domna kolyosi ham bor ekan. Notariusga olib boradigan yo'lda ham mashinalar ko'pligi uchun obunachilarimga ham qiziq bo'lsa kerak deb har xil mashinalarni videoga olib ketdim. Hujjatlarni rasmiylashtirib bo'lgandan keyin Andijonda unaqa xizmat bormi yo'qmi bilmadim. Nomer olish uchun GAIga borishimiz ham shart bo'lmadi. Bitta ishonchnoma bilan o'zlari borib eski texpasport topshirib, yangisiga almashtirib nomerimizni olib kelib berishdi. Bu vaqtda biz bozor aylanib turdik. Ko'proq vaqtimiz chexol tanlashga ketdi, lekin baribir chexol tanlab olganimiz yo'q. Chunki turmush o'rtog'im faqat qora desa, menga sal ochiq rangdagi chexollar yoqdi. Mashina bozor ichida Kansas, Kardinar brendlarining rasmiy magazinlari ham bor ekan. Videoda ko'rib kelgan chexolimiz o'ylaganimizdaqa bo'lmagani uchun keyingi safar Farxatskidagi magazinga borib ko'rib olamiz deb chexol olmadik. Keyin mashinani pultiga chexol qidirdik. Vibr ko'pligi uchun odam tanlashga ancha qiynaladi. Keyin bo'lsa nomerimizni olib Sergelidan Yashnobodga qarab yo'lga chiqdik. Olixani bog'chadan olinadigan vaqti ham bo'lib qolgandi. Uni olib ovqatlanishga o'tdik. Hamma o'zi bilan o'zi bo'lib yotganida ham doimgidek o'z ishimni qildim. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin mo'ykaga borishimiz kerak edi. O'zim yuvaman, meni videoga olib turing desam, "Qo'y endi shuni qilmagin" deb 22 mingga qanaqa mashinani yuvish bo'yicha master-klass o'tdi. O'zimning tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin, kimdir nimadir qilib berishini kutmasdan bugungi kuningiz bilan yashasangiz ancha baxtli bo'lar ekansiz.